Xayrli tong hammaga. Meni birinchi marta kuzatayotganlar, ismim Dildora, yolg'iz onaman. Bu blogim esa qanday qilib yangi tug'ilgan chaqaloq bilan hayotimni yo'lga qo'yayotganim haqida. Bugun уборка time hamda разговорный video. Oldinglarga choy yoki kofe damlab olinglar, chunki bugun uzoqroq gapiraman. Yolg'iz ona so'zi o'rtoqlar, faqat eri yo'qligini hisobga olmaganda hech ham yolg'izlik haqida emas. Ko'rib turganingizdek 24 ga yetdi chaqaloq hech ham yolg'iz qoldirmaydi sizni. Tualetga ham chaqalog'i bilan kiradiganlar qalban birgamiz. Bu chaqaloq menga yangi hayot sovg'a qildi va meni ancha tarbiyaladi desam adashmagan bo'laman. Birinchi qizim Jayronada bu his-tuyg'uni his qilmagandim. Chunki u paytda juda yosh edim. Qizimni ishonchli qo'llarga, ya'ni onajonimga topshirib qo'yib, ko'nglim to'q yurardim. Qizim onamni qizi bo'lib qolganini katta bo'lganidan keyin tushundim. Hozir o'zi ham kelishni xohlamaydi, ayam ham qo'yib yubormaydi. O'tgan yili juda tushkun ahvolda edim. O'zimni yo'qotib qo'ygandim. O'zimni qidirib Toshkentgacha peshkom boribman. Eng qizig'i u yerda yo'q ekanman. Xullas, rosa o'zimni qidirib topishga harakat qildim va topa olmadim. Hayotim oq-qora kinoga o'xshab juda zerikarli tuyulardi. Xuddi Belkov kalisedek, hech narsani ma'nosi yo'qdek, ishlashni ham, nimagadir qiziqishni ham, baribir hammamiz o'lib ketamiz deb bu jarayonni tezlashtirishga juda ko'p marta harakat qildim. Sigaretga o'tirib qolib, uni tashlalmaganim, ichkilik, depressiya, migren, ya'ni har kunlik qo'rqinchli bosh og'riqlar meni yashashga umidimni so'ndirgandi. Bunday holatda, ya'ni shuncha zararli odatlar bilan hamda past energiyada erkak kishi bilan munosabatda bo'lish yaxshilikka olib kelmasligini bilsam ham, balki shu holatdan chiqib ketishimga yordam berar degan umid bilan munosabat qurganim yaxshilikka bo'lgan ekan. Homilador bo'lishim bilan tumanda yashagan miya ravshanlashishni boshladi. Toksikozni ko'pchilik yomon holat deb o'ylaydi. Aslida toksikoz, ya'ni ayol kishini injiq bo'lib qolishi, o'zini sevib qolishni va qadrlashni o'rgatadi. Toksikoz menga erkak mas'uliyatni his qilmaydigan munosabatlardan oson chiqib ketishga yordam berdi. Aynan mana shu toksikoz, kola, fast food, barcha pishyovoy musorlarga to'lib yotgan va zaharlangan organizmimni tozalashga yordam berdi. Shu tufayli ichkilikni tashladim, migren ham kamaydi, bolajonimni qo'limga olganimdan keyin esa sigaretni ham tashladim. Endi o'ylab qarasam, problemalarni o'ylamaslik uchun sigaretni ketiga o'ylab chekardim ekan. Sigaret yo'q bo'lib qolgandan keyin tushundimki, problemalarim juda ko'p va yolg'iz onaga bu hayotda yashash juda qiyin ekan. Bolani onaga beradigan eng katta sovg'asi bu mas'uliyat ekan. Aynan shu mas'uliyat tufayli tinimsiz harakat qilishga majbur bo'lyapman. Bu chaqaloqni esa mendan boshqa hech kimi yo'q. Shu sababli o'zimni ham, chaqaloqni ham o'ylashga va ikkalamizni kelajagimiz uchun harakat qilishga mas'ulman. O'rtoqlar, men boyni qiz emasman, oddiy oilada tug'ilganman. Ota-onam ajrashganligi hamda turmushim o'xshamaganligi sababli uzoq yillar davomida yolg'iz yashayman. Hozirda ishsizman, bu sostoyaniyada ishlamayman ham, chunki ikkinchi marta qayta kesirvadan keyin tiklanishga ancha vaqt kerak. Uni ustiga bolajonimni qarab turgani ham yordamchilar yo'q. Instagramdagi reklamalardan tushadigan pullar evaziga kun ko'radigan uy bekasiman. Shuning uchun ham bolajonimni ertangi kunga kashasini, pampersini o'ylab, umrimda birinchi marta mahalla komitetiga bolalar puli uchun yordam so'rab bordim. Menga bolalar puli berishi noaniq, lekin bolam uchun qilayotgan harakatlarim, voy bolam uyg'onib qoldi. Meni baxtli qilyapti. O'rtoqlar, video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmanglar. Meni kuzatishda davom etinglar. Like bosinglar, kommentariya yozinglar, negativ ham обязательно yozinglar. Hammaga e'tibor uchun rahmat.